Kia Sonet xarid qilmoqchi bo'lgan obunachilarimiz bormi? Kia Sonet avtomobillarini endi o'z narxini bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Boshlang'ich 30% ni berasizlar, 18 oyga o'z narxini bo'lib to'lashga xarid qilasizlar. 12 ta viloyat umuman farqi yo'q. Boshlang'ich 30% bersanglar bo'ldi xolos. Agarda kimda-kim 40% ni beradigan bo'lsa, xo'p, 40% bilan 2 yilga, 50% bilan ham 2 yilga, 60% ni to'lasanglar 3 yilga o'z narxini bo'lib beramiz. Bagajning kattaligini qaranglar. Xo'p. O'zini balonidan shiroki, orqasida 3-passalarda subwooferlar bo'ladi. Mashinamiz juda chiroyli, orqasida kamera, parktroniklar, ya'ni o'sha yaqin qolsa chillaydi. Бесключевой достуp. Avtomat korobka, 2 oltida ham soviydi, kruiz kontrol, klimat kontrol. Salonlar juda ham chiroyli qilib ishlangan, bu akustik sistema. Xo'p, bir kunda nomerlarga rasmiylashtirib beramiz. Juda ham chiroyli avtomobil. Bir kunda o'z narxiga bo'lib to'lashga xarid qilishingiz mumkin. Foiz pasaytirilgan kreditlarimiz ham mavjud. Xo'p, Sels avtomobillarni ham xuddi shu tarzda berishga iloji boricha qilib beramiz. Aytgancha, K5 avtomobillariga ham rassrochka ochildi. O'zining pulini bo'lib to'laysizlar, xudo xolasa. Bu oq rangi, bu esa qora. Sarento'ga hozirda rassrochkamiz mavjud emas, K5 avtomobiliga bor. Cerato, hamma kutgan Cerato bor, bunda ham rassrochkasi. Bu 3-passasi, lyukligi. Buni ham batafsil ma'lumot olish uchun telefon qilsanglar qilib beramiz. Sportage avtomobiliga ham rassrochkamiz bor. Kimga qanaqa avtomobil kerak bo'lsa, pastda raqamlarni yozib qoldiramiz, aloqaga chiqarasizlar. Sog' salomat bo'linglar, rahmat.